Yandexga qanday qilib ulanib ishlasa bo'ladi deb ko'p savol tushadi. Keling, men sizga batafsil tushuntirib beraman. Yandexga ishlamoqchi bo'lsangiz, faqat taksipark orqali ulanib ishlashingiz bo'ladi. Yandex o'ziga promo ulana olmaysiz. Xo'p, ulanadigan bo'lsangiz, bizning ofisimizga kelib yoki onlayn ulanib ishlasangiz bo'ladi. Agar oldin ishlamagan bo'lsangiz Yandexda ofisimizga kelishingizni tavsiya qilaman, chunki o'rgatib, tushuntirib qo'yamiz. Qancha yaxshi programmani o'rganib tushunib olsangiz, qiynalmasdan ishlaysiz. Lekin siz ishlab yurgansiz, optingiz bor, ishlash bo'yicha unda onlayn ulab beramiz. Telegramimizga hujjatlaringizni tashlab berasiz, haydovchilik guvohnoma, texpasport, telefon nomeringizni onlayn ulab beramiz va qanday ishlatish bo'yicha videolarni tashlab beramiz, bitta ko'rib olasiz. Bizning taksipark qulayliklari pul yechish, to'ldirishlarda muammolar bo'lmaydi. Xohlagan summangizni xohlagan paytda yechib olsangiz bo'ladi. Komissiyani minimum qilib qo'yib beramiz. Qanaqadir muammolaringiz bo'lsa, 24/7 texpajarishkada bo'lamiz. Agar tushunmagan joylar bo'lsa, bemalol bizga telefon qilib yoki ofisimizga kelib muammolaringizni hal qilsangiz bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang, siz bilan ko'rishganda Yandex haqida gaplashamiz.